Mana Toshkent shahrida Chorsun oldida joylashgan har doimgidek oladigan dori-darmon aptekada hozir mana o'ris ayol mana hozir muammo qilyapti menga. Mana muammo qilyapti. Retsept naryoqda turibdi mana. Immunologga telefon qilayotganmish. Immunolog bizning dostupimiz yo'q deydi. Men o'zim olib kirgan klanzepan dorisini, shuncha gruppam bor. Panensefalit kasalligiga nima qilgan olib keltirgan dorini mana ichkariga kirib ketyapti mana ahvol. Opa siz tushuntirasizmi yo menga? Oti nima mana familiya otini yozsin. Menga muammo qilyapti. Ana retsept turibdi-ku. Men aytib turibman-ku, men sizga hozir tashib beraman dedim-ku. Doktor nima dedi? Menga nima deyapti? Sen yozgan doktor dostuping yo'q ekan, ne anaqa beribdi deb. Bu o'tgan holat men ertalab 60-oylik poliklinikaga kirdimda, o'sha yerda vrachga yozdirdim. Vrach yozmadi-da, uni endi shogirdimi kim mister yozdi. U qo'l qo'yib nima qilib berdi, ko'chirib. Ular yozganda grammini yozmabdi. Uning ikki xili bor. Clonazepam dorisida ikki xili bor. 0,5ligi bor, 2 milligramligi bor. Yozmabdi dedi o'ris sotuvchi. Men aytdim. Endi xato qilgandir dedi. Endi xato qilgandir desam, nechchilik dedi? 2lik dedim. Desam shubha bilan qarab, nima qilib turibdi. Men aytdim, pechatlari bor, hammasi dedim. Mana turibdi dedim. Endi 2lik olib kelganman постоянный. Desam, men o'zim bilaman, o'zim tekshiraman hozir. Aytdim, nimani tekshirar ekan dedim. Nimani tekshiradi desam, shu vrachga qiladi-da, o'sha senga bergan o'sha vrachdan tekshiraman men. Kim senga bergan? Palonchi ismidan menga nomini, menga familiya otini aytyapti. Men endi to'g'ri familiya otini esimda yo'q. Xo'p, dedim, poylab tursam, chiqdi-da, bolang cho'tda turmas ekan, seni tanimas ekan, так далее, короче, mumkin emas, senga dostupga ega emassan, sen dostuping yo'q ekan deydi. Keyin meni jahlim chiqishni boshladi. Dedim, bu dorini dedim, katta xoling olib kelganmi bu yerga dedim. Ha, bolalarga kerak paytda dedim, shu dori kerakligini bilib yugurib, shuni qancha qiynalib, naqayam befahm farosat bo'ladimi? Bu anu Bostixonovadan bo'ldi-da, ish qilmayapsiz, yordam bermayapsiz desam, doringizni olib keltirib berdim-ku deydi. O'tirgan lavozimingiz shu olib keltirish kerak bo'lgan lavozim dedi. Vaziri zamimisan, olib keltirasan-da. Ichi qanaqa olib keltirasan? To'g'rilaysan hammasini, qonun qoidasini. Shunda ham qilmadi-yu bu. Bostixonova. O'zimiz yugurdik-ku. O'zimiz xat yozdirtirdik. Vazir o'zgargan payt ikkita zam, uchta zam bir-biriga gap o'tmaydi, bir-birini mensimaydi o'sha sog'liqni saqlash vazirligida. O'sha paytlari dorini ketidan yurgan paytlarim bitta vazirni zami bir-birini gapini inobatga olmas ekan. Buni menga o'zini ishchilari aytdi. O'zini ishchilari aka dedi, Bostixonovani gapini anu inobatga olmaydi, uni gapini bu olmaydi. Kasha dedi. O'sha paytlari xat yozmagan edi. Shu clonazepam dorisini olib keltirishga bular adliyaga, vazirlar mahkamasiga xat yozish kerak edi. Xat yozmagan. Xat qolib ketgan bir chekkada. Ishlamagan, bu kontrol qilmaganman Bostixonova degan vallomat. Ichkariga kirib men keyin vazirlikning ichiga kirib, dori-darmon boshqarmasiga kirib, to'polon qilib, janjal qilib, eshigini tepib, chikal qilganimdan keyin Umid degan o'sha boshqarmada ishlaydigan, dori-darmonda ishlaydigan bola, "Aka, mana aka" deb olib keldi. To'polon qilganimdan keyin 4 ta instansiyadan ro'yxatdan o'tish kerak deb Savdo sanoat palatasi, balobatlar, yana kimdirlar. Oxirida adliyadan ro'yxatdan o'tish kerak edi. 4 ta instansiyasini ikkitasini bizga bostirib berdi, ikkitami 3tasini xalq qabulxona administratsiyaga borganimizda. Keyin adliyadan o'tkaztirdi o'zimiz tanish top. Bundan keyin narko komitetga bordim. MVD esimni bosish kerak. Dori-darmon keldi, Abdug'ani aka degan zami bor. U bilan gaplashib qancha ish o'tdi? Keyin bularni boshida turgan yana ombudsman bo'ldi, Surayyo Rahmonova. Kirdim shu ayolga. Rahmat sizga dedim, yordam berdingiz ham shu clonazepamni kirishida desam, aytadiki, u ayol Saidkomil, bizni prosta vazifamizni bajardik. Agar siz olib chiqmaganingizda, agar ota-onalar yig'ilmaganida bu narsa bo'lmasdi. Sizlarga rahmat. Bolanglar iloyim tuzalib ketsin. Qancha nima qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. To'g'ri tushuning, men ham
harakat qilib yotibman deb shu ayol gapirdi. Mana bu ayolga men rahmat deyman. Rahmat deyman shu bolalar ombudsmaniga. Lekin Bositxonovani qilayotgan ishi yallamayor. Yallamayor o'sha o'zini xotin-qizlar anaqasi yurgani, boshqasi to'g'ri obro'si juda ham balanddir, boshqachadir. Nima qilayman endi? Nima qilishim kerak? Men o'zim uchun harakat qilmayapman, u kasal bolalar uchun qilyapman. Hozir shu klonazepam dorisini ham ishlatyapti. Insultga ham beryapti, sudragisiga ham beryapti, anunga ham hammasiga beryapti. Bilgan biladi buni. Mana foydalanyapti-yu. Yaxshi ekanmi? Yaxshi narsa olib keltiramizmi? To'polon qilib jinniga chiqazdi mani. Isyon qiladiganga chiqazdi. Militsiyaga yetdi, olib chiqib ketsin buni dedi. Securityga yetdi, yo'qotlaring buni dedi. Shoman so'rib aytdi, mamlaq qilyapsan, tushunmayapsan, bilmaysan dedi. Doktorlari aytdi menga, "Sani obrazovaning qanaqa o'zi? Doktor bo'lmasan" dedi. Oxir oqibat nima bo'ldi? Shu doridan foydalanyapti-ku. Sal insof ham kerak, Alloh ko'rib turibdi hammasini. Men ertaga oxiratda gaplashaman, hamma o'ladi. 60 ga chiqamiz ham 70, 100 deyli, 100 ga kirsin shu. 100 dan uyog'iga qiyin menimcha yashash. Bunaqa hayotda bunaqa nervi turibkida. Menimcha 100 tugur 90 ni o'zi ham bayram, men bilmadim-ku, lekin mana ikkita yelkadagi farishta yozyapti. O'shanda gaplashamiz, sog' salomat bo'linglar.